Sizlarning ko'plab talablaringizga binoan Usmon G'oziy hayotiga bag'ishlangan ushbu videoni tayyorladik. Agar video sizga ma'qul kelsa, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Endi esa choyingizni olib, orqangizga suyaning. Turkiylar sahobalar davridan keyingi davlatlarning eng afzali Usmoniylar davlatidir. Bu davlat qiyomat qoyim bo'lgunga qadar tanazzulga uchramaydi. Shayxul Akbar Muhiddin ibn Arabiy hazratlari Ash-Shajarat an-Nummaniya fi ad-Davlat as-Usmaniya kitobida ushbu so'zlarni bitganlarida Jafr ilmidan xabardor ulamolardan tashqari hech kim buning ma'nosini tushunmagan edi. Zotan taqvimlar 1230-yilni ko'rsatib turardi. Hali o'rtada Usmonli degan davlatning o'zi yo'q edi. Hatto davlat asoschisi Usmon beyning tug'ilishiga ham yana 28 yil bor edi. 1221-yilga kelib Mo'g'ullar Xorazmshohlar imperiyasini to'liq ishg'ol qilgach, o'sha paytda Marv atrofida bo'lgan Kai urug'i Jaloliddin Manguberdi bilan birgalikda Ozarbayjon hududiga, u yerdan esa Axlat tomon ko'chib o'tdi. Kailar bir muddat islom jug'rofiyasida kezib yurdilar, o'zlariga makon izladilar. Kailar Suriyadagi Jabar qal'asi atrofiga yetib kelganlarida Kai urug'i yo'lboshchisi Sulaymon Shoh yoki boshqa nomi bilan Gunduz Alp vafot etdi va urug' tarqalib ketdi. Kailarning bir qismi janubga tushgan bo'lsa, ba'zilari Suriya hududida qoldi. Ertug'rul G'oziy va Sungurtekin boshchiligidagi bir guruh Kailar esa 340 ga yaqin chodir bilan birga Anadoluga, Adiyaman tomonga qaytdilar. O'sha kezda Anadoluning Saljuqiylar davlati taxtida Alovuddin Keykubot o'tirardi. Ertug'rul G'oziy buni eshitgach, yigit qadri bilinadigan yerga borish biz uchun muqarrardir, deb o'g'li Saribatuni Sulton Alovuddin huzuriga yubordi. Bizga makon ko'rsatsin dedi. Sulton Alovuddin Keykubot Qoraqsor bilan Bilejik o'rtasidagi So'g'ut yerini Kailarga yurt o'laroq berdi. Shundan so'ng So'g'utga joylashgan Ertug'rul G'oziy va uning qabilasi Alovuddin Keykubotga bo'ysunuvchi chegara beyiga aylandi. O'sha yillari Iznik imperatori 3-Ioan bilan Saljuqiy sultoni Alovuddin Keykubot o'rtasida urush alanga oldi. Saljuqiy qo'shini Anqara atrofiga qo'shin tortganda, Ertug'rul G'oziy va uning Alp botirlari ham Saljuqiy qo'shiniga yordamga oshiqdilar. Yuz bergan Qorajaxsar qal'asi fathida Saljuqiylarga katta naf keltirgan Kailar Alovuddin Keykubotning mukofotlariga sazovor bo'ldilar va Ertug'rul G'oziyga bosh otliq qo'mondon darajasi berildi. Ertug'rul G'oziy bu yerda o'z yurishlarini davom ettirayotgan paytda kenja o'g'li Usmonni bir muhim yumush bilan Sulton Alovuddin Keykubot huzuriga yubordi. O'sha vaqtda Sulton Alovuddin Keykubot tariqatga kirib, bir shayx hazratlariga murid bo'lgan va buni e'lon qilish uchun ziyofat uyushtirgan edi. Majlisda hozir bo'lgan Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlari Sulton murid bo'lgan shayxni munosib ko'rmaganlari uchun buni ilmga nisbatan hurmatsizlik deb bildilar va majlisni tark etdilar. Konya saroyiga kelgan Usmon saroy zinasidan ko'tarilayotganda Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlariga duch keldi. Usmon Mavlono hazratlarini ko'rib, qo'llarini qovushtirib, hurmat bilan chetga tortildi. Mavlono hazratlari uning kimligini so'raganda, Usmon, men chegara beyi Ertug'rul G'oziyning o'g'li Usmonman. Sulton Alovuddinga maktub keltirdim, deb javob berdi. Shunda Mavlono hazratlari sultonning bandligini aytib, o'zi bilan birga yurishni buyurdi. Shunday qilib ular birgalikda Mavlono hazratlarining xonaqohiga yo'l oldilar. Usmonga mavloniylik kulohi va xirqasi kiydirilib, Mavlono hazratlarining yoniga o'tkazildi. Mavlono hazratlari unga "Bolam, Fotiha surasini o'qi" deganlarida Usmon Fotiha surasini qiroat qila boshladi. Bu vaqtda Mavlono hazratlari ko'zlarini yumib, chuqur xayolga to'lgan edilar. Ko'zlarini ochgach, Usmonga burilib, "Islom podshohligini Saljuq xonadonidan oldim. Usmon xonadoniga berdim. Alloh muborak qilsin" deya xayrli duo qildilar. Favqulodda jasur, taqvodor va fazilatli inson bo'lgan Ertug'rul G'oziy Saljuqiylar davlatining chegara begi sifatida Qorajaxsar qal'asini egallagan va Bilejik takfurini ham o'lpon to'lashga majbur qilgan edi. Kai urug'ining qalbidan chuqur joy olgan Ertug'rul bey 1281-yilda vafot etgach, So'g'utda Usmon G'oziyni otasining o'rniga munosib ko'rdilar. Usmon G'oziyga otasidan qolgan narsa hali shakllanish jarayonida bo'lgan, atrofi dushman bilan o'ralgan va Saljuqiylarga qaram bo'lgan kichik bir
chegara bekligi edi. Usmon G'oziy favqulodda mard va jasur edi. Yuksak g'ayrat va tashabbuskorlik qobiliyatiga ega edi. O'z vaqtida va o'z o'rnida harakat qilishni yaxshi bilardi. Nihoyatda sovuqqon, matonatli va sabrli edi. Diniga va o'zi intilgan oliy maqsadiga sidqi dildan bog'langan edi. Haq yo'lidagi xizmatiga g'ov bo'ladigan bo'lsa, fido qila olmaydigan hech qanday narsasi yoki odami yo'q edi. Qiladigan ishini ham mukammal rejalashtirardi va hech narsani tasodifga topshirmasdi. Usmonbey Kai urug'ining boshiga kelgan ilk fursatdan e'tiboran qo'shnisi bo'lmish Vizantiya takfurlari hisobiga o'z hududlarini kengaytirish ishtiyoqida edi. Zero 4-salib yurish natijasida Iznikka ko'chirilgan Sharqiy Rum poytaxti yana Istanbulga qaytgan va shu sababli uning chekka hududlari boshqaruvi bo'shashib qolgan edi. Shunga qaramay, Usmonbey o'z niyatini oshkor qilmay, atrofda joylashgan Yenishehir, Kefka, Rum beklar hamda qo'mondonlar bilan do'stona munosabatda bo'ldi. Lekin Inegol takfuri Nikola esa Usmon G'oziyni sezdirmasdan kuchayib borayotganini payqamoqda va u kuchaygani sayin o'zi ham daxldor bo'lgan barcha yerlarni egallab, hukmronlik qilishini tushunayotgan edi. Buning oldini olish va Usmonli bekligini qudratini sindirish uchun Usmonbeyga qarshi turk qabilalari a'zolariga qarshi tez-tez tajovuzlar qilib turardi. Ushbu doimiy tajovuzlardan bezigan Usmonbey Inegol takfuriga qarshi hujum rejalashtirib, Inegolni fath qilishni ko'ngliga tugdi. Otasi Ertug'rul G'oziyning safdoshlaridan Akchako'ja, Turgutalp, Konuralp va Abdurahmon G'oziy bilan maslahatlashganidan so'ng harakatga tushdi. Ermenbeylik tomon ilgarilayotgan vaqtida Inegol takfuri nazoratidagi Rum bo'linmalarining pistirmasiga duch keldi. Pichoqbozlik va qilichbozlik bilan kechgan o'ta shiddatli jang boshlandi. Juda ko'p sonli dushman qo'shinlari bilan to'qnashgan turk alplari boshiga og'ir damlar keldi. Hatto bu orada alplarning mashhur namoyandalaridan biri Bayxo'ja shahodat sharbatini ichdi. Usmonbey va uning chavandozlari dushman qo'shiniga qilich yalang'ochlab hamla qildilar va dushman halqasini yorib o'tib, qutulishga muvaffaq bo'ldilar. Natijada hech kim g'alaba qozonmadi. Usmon G'oziy So'g'utga qaytgach juda g'amgin edi. U cho'g'diriga kirdi va Allohdan zafar so'rab yolvordi va bir muddat ko'z yosh to'kdi. Uyqu ustun kelib, ko'zlari ilingach bir tush ko'rdi. Tushida Shayx Edebalining kamaridan bir oy chiqib kelayotganini ko'rdi. Bu oy hilolga aylandi va hilolning bir uchi uning qalbiga kirdi. So'ngra uning ko'ksidan bir chinor o'sib chiqqanini ko'rdi. Bu chinor ulg'ayib, soyasi butun olamni qopladi. Uyg'ongach darhol shayxining huzuriga chopdi va tushini aytib berdi. Shayx Edebali: "O'g'lim Usmon, podshohlik senga va sening naslingga muborak bo'lsin. Hamda qizim Robiya Bala xotun sening jufting bo'lsin", dedi va Usmon G'oziyni qizi bilan nikohlab qo'ydi. Ashq Pashazodaning ta'rifiga ko'ra, Usmon G'oziy ushbu ta'birni eshitgach, g'ayrat qilichini ko'ksiga mahkam bog'ladi. Jasorati, azmu qarori va o'ziga bo'lgan ishonchi yanada oshdi. Ushbu xabardan so'ng Usmon G'oziy Qulajahisarni egallash uchun to'satdan hujum qilishni rejalashtirdi. Qulajahisar Inegol fath yo'lidagi birinchi g'ov edi va Usmon G'oziy avvalo ushbu to'siqni yengib o'tishi kerak edi. Qulajahisar Inegolning 5 kilometr sharqida joylashgan va shaharni himoya qilish uchun qurilgan bir istehkom edi. Agar ushbu istehkom egallansa, Inegol shahrini hujumdan asraydigan hech narsa qolmas edi. Rum qiyofasidagi istehkomga yashirinib kirib olgan bir nechta alp tun tushgach darvoza posbonlarini zararsizlantirib, darvozalarni ochdilar. Bu paytda pistirmada turgan Usmon G'oziy 450 nafar alpi bilan tezlikda darvozalardan kirib, Rumliklarni qilichdan o'tkazdi. Qal'ani egallab, o't qo'ydilar va devorlarini yiqitdilar. Shundan so'ng Inegol shahri Qulajahisardagi mudofaa garnizonidan mahrum bo'ldi va shahar himoyasiz qoldi. Bu Usmon G'oziyning birinchi fathi edi. Qulajahisarning Usmon G'oziy tomonidan yiqitilishi bilan Inegol takfuri himoyasiz ahvolda qolganidan so'ng Qarajahisar takfuriga maktub yo'llab, "Nega qarab turibsan? Seni va naslingni asir oladilar. Ham bu viloyatni qo'limizdan tortib olib xarob qiladilar. Ular bir g'arib, sofi turkman emaski, biz ham shunga ko'ra muomala qilsak, endi bularni bu viloyatdan haydab chiqarmasak, oxirida o'zimiz afsuslanib qolamiz", dedi. Shundan so'ng Inegol takfuri va Qarajahisar takfuri Usmon G'oziyga qarshi til biriktirib birlashdilar. Ikkalasi ham o'z qo'shinini So'g'ut va Daman ichida bo'lgan Usmon G'oziy hamda uning alplari ustiga safarbar etdi. Bu ikki qo'shin Usmonli turklarini tarix sahnasidan yo'q qilib, supurib tashlash uchun yurish qilmoqda edi. Inegol va Qarajahisar takfurlari qo'shinlari
ularning ustiga bostirib kelayotganini bilgan Usmon G'oziy ushbu qo'shinlarni kutib olish uchun darhol Damanichga jo'nadi. Damanichda Sharqiy Rim qo'shiniga qarshi pistirma qo'yib kuta boshladilar. Uzoq davom etgan kutishdan so'ng chang-to'zon bilan birga Rum qo'shini kelayotgani ko'rindi. Alplar Usmon beyning buyrug'ini kutishar edi. Rum qo'shini rejalashtirilgan hududga yetib kelgach, Usmon bey hujum amrini berdi. Alplar birgalikda Rum qo'shini ustiga tashlanib, ularni qamalga oldilar. Rumliklar og'ir vaziyatda qolgan bo'lsalar-da, son jihatdan ustunliklaridan foydalanib, alplarni ham og'ir ahvolga tushirishdi. Biroq takbir sadolari ostida jang qilayotgan Kai alplari Rum qo'shinini birma-bir qilichdan o'tkazdi. Ushbu shiddatli to'qnashuvlar davom etayotgan bir vaqtda Usmon beyning akasi Sarobatu olgan zarbasi natijasida og'ir yaralanib vafot etdi. Sarobatuning vafot etgani Kai saflarida birdaniga g'am va g'azab shamollariga sabab bo'ldi. Kailar butun g'ayrati bilan Rumlar ustiga bag'oyat shiddat bilan yopirildilar. Ushbu asnoda Rum qo'shini qo'mondoni Kalanoz o'ldirildi. Bossiz qolgan Rum qo'shini parokanda bo'lib, chekinishga tushdi. Kailar ularning iziga tushdi. O'sha kuni juda ko'p Rum askari o'ldirildi. Bu Usmon bey uchun buyuk g'alaba edi. Biroq bu g'amgin g'alaba bo'ldi. Zero Usmon beyning juda suyukli akasi Sarobatu shahid bo'lishi hammani qayg'uga solgan edi. Ushbu g'alaba Usmon G'oziyga buyuk shon sharaf keltirdi. Inegol va Qorajaxsar qalasi takfurlari So'g'utga hujum qilgani va Usmon bey ularni tormor etganini eshitgan Anadoluning Saljuqiy sultoni Qorajaxsor takfuri bizga isyon qilibdi. U Rumlar shunday ishlar qiladilar. Bizda islom g'ayrati yo'qmi deya tezda askar to'plansin deb buyruq berdi va qo'shini bilan Koniyadan Qorajaxsor tomon yurdi. O'sha paytda Usmon G'oziy va uning alplari ham qochgan Rum qo'shinini quvib Qorajaxsarga ilgarilagan edilar. Sulton qo'shini bilan birlashgan Usmon G'oziy vaziyatni sultonga bildirdi. Sulton Qorajaxsarni egallash uchun manjaniqlar va jang qurollarini keltirgan edi. Birgalikda Qorajaxsarni qamal qila boshladilar. Qamalning 3-kuni Koniyadan kelgan bir guruh dodxohlar sulton huzuriga kirib, Bayinjosh tatarlari Koniyaga hujum qilganini aytishdi. Shundan so'ng sulton Usmon G'oziyni chaqirdi. Qala qamali uchun keltirgan barcha qurol-aslahalarni Usmon G'oziyga topshirdi. O'g'lim, Usmon G'oziy, senda adolat nishonalari ko'pdir. Sen va sening naslingga dunyoda qarshi chiqadigan kimsa yo'qdir. Meni duoyim Allohning yordami, avliyolarning himmati va Hazrat payg'ambar alayhissalatu vassalamning mo'jizalari sen bilan birgadir, dedi va so'ngra qamalni Usmon G'oziyga topshirib, o'zi qo'shini bilan Koniyaga qaytdi. Tatarlar Sulton G'iyosiddin Mas'ud ikkinchi kelganini bilgach, unga qarshi darhol jang tayyorgarligini ko'rdilar. Ikki qo'shin Biga tepaligida yuzma-yuz keldilar. 2 kun va 2 tun davom etgan shiddatli jang bo'lib o'tdi. Nihoyat sulton tatarlar ustidan g'alaba qozondi. Erengli xalqiga qilingan kulfatlar uchun tatarlarga hech qanday shafqat ko'rsatilmadi. Bu vaqtda Usmon G'oziy Qorajaxsorni fath etgan, Qorajaxsor takfurini ushlab qatl qilgan va g'oziylarga ko'plab o'ljalarni bo'lib bergan edi. Usmon G'oziy shahardan olingan o'ljalarning bir qismini jiyani Oqtimur bilan Saljuqiy sultoniga yubordi va fath xushxabarini yetkazdi. Bu xabarlardan juda suyungan sulton Oqtimurga iltifotlar ko'rsatib, Usmon G'oziyga qal'alarni fath etish uchun zarur bo'lgan jang qurollarini yubordi. Qorajaxsor qal'asi cherkovi masjidga aylantirildi. Shunday qilib, shimoli-g'arbiy Anadolu tuproqlari kuniga 5 vaqt namozga chorlaydigan azon ovozlarini tinglay boshladi. Vaqt o'tishi bilan shahardagi nasroniylar Usmon G'oziy boshqaruvidagi adolat va bag'rikenglikdan ta'sirlanib, musulmon bo'la boshladilar va Qorajaxsar islom shahriga aylandi. Qorajaxsar islom shahri bo'lgach, shaharga musulmonlar joylashtirildi va Shayx Edebalining shogirdi Tursun faqih shaharga qozi va xatib etib tayinlandi. Nasroniy fuqarolar Usmon G'oziy boshqaruvidan nihoyatda mamnun bo'ldilar. Ular izlagan xavfsizlik va adolatga erishdilar. Shaharda yashayotgan nasroniy xalq atrof hududdagi Rum xalqini va savdogarlarni Qorajaxsarga taklif qilar edi va Rum xalqida Usmon G'oziy va uning idorasidagi islom shaharlariga nisbatan muhabbat paydo bo'layotgan edi. Zero Usmon G'oziy mamlakatning rivojlanishiga, adolatning tarqalishiga va muslim, g'ayrimuslimlarni ajratmagan holda xalqning huquqlarini himoya qilishga harakat qilar. Bu yo'lda o'ziga Hazrati Umarni o'rnak olardi. Shu sababli shaharlar obod, yo'llar xavfsiz va xalq xotirjamlikda edi. Usmon G'oziy o'z yurishlarini Tarakli va Go'ynik tomonlarga yo'naltirdi.
bu yerlarni ham o'z idorasi ostiga oldi. Usmon G'oziy Rimga qarshi olib borgan fath siyosati Bursa va Iznik shaharlarida vahima uyg'otdi. Shundan so'ng Usmon G'oziy 7 yil davomida rumliklarga qarshi hech qanday yurish qilmadi va atrofdagi rum takfurlari bilan do'stlik o'rnatib, yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qildi. 1295-yilda Ilxoniylar taxtiga o'tirgan Mo'g'ul, Xitoy, Arab, Fors, Tibet va turk tillarini mukammal biladigan Qozonxon Biddin Sheroziy va Amir Navro'ziyning ta'sirida musulmon bo'lgach, 9 yil ichida Ilxoniylar hududida yashaydigan barcha mo'g'ullar musulmon bo'ldilar. 1298-yilda Anadoludagi mo'g'ul noibi Sulamish 50 ming askari bilan Qozonxonga qarshi isyon ko'tardi. Anadoludagi turk alplari Ilxoniylarga qarshi ko'tarilgan ushbu isyonni qo'llab-quvvatlagan bo'lsalar, mamluklar esa Sulamishning amriga 20 ming otliq berib yordam qildilar. Qozonxon esa bu isyonni bostirish uchun Qutlug' shoh qo'mondonligida qo'shin yubordi. Ushbu isyon harakati jarayonida esa Saljuqiy sultoni 3-Olovuddin Qaykubod taxtini tark etib uzoqlashdi va Saljuqiy taxti bo'sh qoldi. Bu ikki qo'shin Arzinjon va Oqshahar tekisligida yuzma-yuz keldi. Yuz bergan jang natijasida Sulamish yengildi va uning qo'shini tarqalib ketdi. Ilxoniylarning Anadoluda bir-biri bilan jang qilishi va sulton Qaykubodning saroyini tark etishi natijasida qisman boshsiz qolgan bekliklar Saljuqiy sultondan mustaqil ravishda erkin harakat qila boshladilar. Sulamish qo'shinidan qolgan turkman alplari mo'g'ullardan qochib g'arbga Usmonli tuproqlariga qochib o'tdilar va Usmon G'oziy xizmatiga kira boshladilar. Alplarning Usmonli safiga qo'shilishi bilan Usmon G'oziyning askarlari soni ortib bordi. Rum takfurlarining xavfi esa yanada kuchaydi. Usmon G'oziy Bilejik takfurlariga hurmat ko'rsatardi. Undan bu Bilejik xalqiga nega hurmat ko'rsatasan deb so'raganlarida Usmon G'oziy ular bizning qo'shnimizdir. Biz bu viloyatga g'arib bo'lib keldik. Ular bizni yaxshi kutib oldilar. Endi biz ham ularga hurmat ko'rsatishimiz kerak, der edi. Ertog'rul G'oziyning So'g'utga joylashgan ilk davrlarida qaylar har yili suruvlarini o'tlatish uchun tog'larga chiqib tushgan vaqtlarda Bilejik qal'asida yashaydigan rumliklar turklarni haqorat qilar, qo'y suruvlarini tarqatib yuborishardi. Ertog'rul bey Bilejik takfuriga bu vaziyatdan shikoyat qilganida Bilejik takfuri aybini takfurlarga ag'darib, turklarni rumliklarga tayoq bilan hujum qilmoqda deb javob berdi. Shundan so'ng Ertog'rul bey o'tloq mavsumida tepaliklarga chiqadigan turklarni qurolsiz yuborishni taklif qildi. Shuningdek, turklarning ezgu niyatini ko'rsatish maqsadida yonlaridagi qimmatbaho buyumlarni Bilejik qal'asiga garov evaziga qoldirishni va qaytganlarida buyumlarni qaytarib olishni taklif etdi. Takfur Ertog'rul G'oziyning xolislik bilan bildirgan taklifini qabul qildi, lekin garovga qo'yiladigan buyumlarni qal'aga erkaklar emas, ayollar keltirishini shart qilib qo'ydi. Shu tariqa har qanday kutilmagan hodisani oldini olaman deb o'yladi. Ertog'rul bey g'ururiga tegsa ham uning ushbu shartini qabul qildi. Shunday qilib, garovlar yillar davomida topshirilib va qaytarib olindi. Usmon G'oziy davriga kelganda ham har yili shu zaylda davom etdi. Turk ayollari ot anjomlari, asal, qaymoq va yog' kabi buyum va oziq-ovqatlarni takfurga tortiq qilar edilar. Biroq oxirgi voqealardan so'ng boshqa takfurlar kabi xavotirga tushgan Bilejik takfuri turk urf-odatlariga ko'ra beriladigan tortiqlarni go'yo o'ziga qaram bo'lgan urug'dan o'lpon olayotgandek hurmatsizlik bilan qabul qila boshladi. Bu holat Usmon G'oziyning oriyatiga tegdi. O'sha yili Yorqisor takfuri qizi Xolofirani ittifoq tuzish maqsadida Bilejik takfuriga uzatishga qaror qildi. Inigol, Yorqisor va Bilejik takfurlarini o'zaro maslahatlashib, shiddat bilan kuchayib borayotgan Usmon G'oziyni ham ushbu nikoh to'yiga taklif qilishdi. Takfurlar to'yda Usmon G'oziyni himoyasiz holda zaharlab o'ldirishni rejalashtirgan edi. Biroq Harmankaya takfuri Mixailning Usmon G'oziy bilan chinakam do'stona munosabati bor edi. Uning vijdoni ushbu xiyonatga rozi bo'lmagani uchun do'sti Usmon G'oziyni vaziyatdan ogoh etdi. Shundan so'ng ahvolni tushungan Usmon G'oziy qo'mondonlari bilan maslahatlashib ajoyib reja tuzdi. Ushbu rejaga ko'ra Bilejik qal'asiga olib boriladigan tortiqlarni ayollar o'rniga ayollar kiyimidagi qurollangan alplar olib borardi va qulay fursat kelganda alplar qurollarini chiqarib, qal'adagilarni zararsizlantirgan holda qal'a darvozalarini tashqarida kutib turgan qo'shinga ochardilar. Usmon G'oziy esa to'yga bordi va sovg'a sifatida go'yoki yog' va asal to'la bo'chkalarni olib bordi. Ushbu idishlar ichida askarlar joylashtiriladi va to'yda odamlar mast bo'lgan bir vaqtda ular tashqariga chiqib, takfurlar va ularning askarlarini yo'q qiladi.
Boshqa tomondan esa Turgut Alp o'z amridagi askarlari bilan Inigolni qamal qilishi kerak edi. Belejik takfuri to'y uchun Chaqirpinariga bordi. Usmon G'oziy eng bahodir jangchilarini bochkalarga joylashtirib, o'zi ham 30 nafar odami bilan yo'lga chiqdi. Ayol kiyimini kiygan navkarlar qimmatbaho buyumlar o'rniga qurol ortilgan otlar bilan Belejik shahriga yetib keldilar. Aholi va posbonlarning aksariyati to'yga ketgani sababli Belejikda oz sonli odam qolgan edi. Alplarning bu yerni egallashi juda oson kechdi. Qal'adagilar posbonlarni o'ldirdi va darvozalarni ochib tashqarida turgan 100 nafar alpni ichkariga kiritdi. Mudofaa qiladigan hech kim qolmagach, Belejik shahri juda qisqa fursatda egallandi. Voqealardan bexabar bo'lgan Belejik takfuri to'yda Usmon G'oziyni o'ldirish uchun poylab turgan edi. Lekin u Usmon G'oziyni tuzog'idan bexabar edi. Odamlar ichkilikdan mast bo'la boshlagan, eng qulay fursatni topgan Usmon G'oziy askarlariga amr berdi. Bochkalardan otilib chiqqan askarlar bir onda vaziyatni o'zgartirdilar. Belejik takfuri askarlar tomonidan ushlanib boshi kesildi. Shundan so'ng askarlarning qoni to'kilmasdan Belejik shahri egallandi va qamal qurollari bilan Inigol shahrini qamal qilina boshlandi. Usmon G'oziy ham o'z amridagi askarlari bilan vaqtni boy bermay Yarhisar qalasini qamal qildi. Inigol shahri ham Turgut Alpning shiddatli hujumiga bardosh bera olmas edi. Inigol xalqi takfurning adolatsiz boshqaruvidan shikoyat qilardi. Qarajaxsardagi nasroniylarning farovonlikda yashayotganini bilishgani uchun xuddi Usmon G'oziyning shaharni egallashini xohlayotgandek holatda edilar. Yarhisarni nazorati ostiga olgan Usmon G'oziy o'z amridagi askarlari bilan Turgut Alpga yordamga keldi. Boshqa qarshilik ko'rsata olmagan Inigol shahri ham taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Inigol takfuri esa o'ldirildi. Shunday qilib Usmon G'oziy bir safarning o'zida 3 ta shaharni fath etdi va chegaralarini shiddat bilan kengaytirdi. Bir rivoyatga ko'ra, o'sha yili taxtni tark etgan Saljuqiy sultoni Mo'g'ullar tomonidan qatl qilingan edi. Saljuqiylardagi bu boshsizlik sababli Anadoluning Saljuqiylar davlati parchalanib ketdi. Bo'lingan har bir parcha mustaqil bek idorasiga o'tdi. Shunday qilib Anadoluda yana beyliklar davri boshlandi. O'rtada bayat qilinadigan nufuzli sulton qolmagani sababli Usmon G'oziy o'zi hukmronlik qilayotgan tuproqlarini o'z nomi bilan boshqarishni va tangalarga o'z turg'asini zabt ettirishni boshladi va 1299-yilda Usmonli davlati rasman tashkil topdi. Anadolu Saljuqiy davlatining birinchi poytaxti bo'lgan Iznik shahri birinchi salib yurishida musulmonlar qo'lidan chiqqan va Saljuqiy poytaxti Konyaga ko'chirilishga majbur bo'lingan edi. Biroq Saljuqiylarning ota merosi bo'lmish Iznik shahrini qaytarib olish ishtiyoqi hech qachon so'nmadi. Rim va Saljuqiylar o'rtasidagi chegaraga aylangan Eskishehir shahri qaqragan va suvsiz bir shahar edi. Biroq ko'chmanchi turkmanlar chegaraning ortidagi unumdor yaylovlarga ehtiyoj sezgani uchun tez-tez suruvlarini o'tlatish uchun Rim tuproqlariga kirib borardilar. Sharqiy Rim noiblari esa turkmanlarning o'z yerlariga kelishidan bezovta bo'lgani sababli chegara bo'ylab qal'alar barpo etishga va turkmanlarning Rim tuproqlariga kirishini taqiqlashga harakat qilardilar. 1176-yilda Rim va Saljuqiylar o'rtasida yuz bergan Miryokefalon jangida Saljuqiylar buyuk g'alabaga erishdilar va Rum qo'shini tormor etildi. Rim imperatorining sulh taklif qilishi ortidan sulton Qilich Arslon sulh uchun birinchi sharti chegara hududlarida qurilgan Rum qal'alarini buzib tashlanishi edi. Saljuqiylarning, ayniqsa Saljuqiylarning chegaradagi g'oziylarining Iznikni islom nomi bilan qayta fath etish fikridan hech qachon voz kechmaganliklari ko'rinib turardi. Zero musulmonlar uchun bir o'lka bir marotaba Dorul Islomning bir qismiga aylandimi, u yer doimo islom o'lkasi hisoblanardi. U yerning boy berilishi esa vaqtinchalik deb bilinardi. Shunga ko'ra, Saljuqiy chegara beylaridan bo'lgan Kai urug'i uchun ham Iznikni fath etish yakuniy maqsad edi. Endi esa Anadolu Saljuqiylardan mustaqil bo'lgan Usmon G'oziy, Belejik, Yarhisar, Inigol shaharlarini fath etib, yuzini eski Saljuqiy poytaxti bo'lmish Iznik shahriga burgan edi. Usmon G'oziy o'z yerlarini kengaytirgan ushbu davrda Bitiniya hududida yashayotgan rimliklar Usmonli askarlaridan qo'rqmas, hatto Usmoniylarga fath uchun yordam berar edilar. O'sha davrning Rum tarixchisi Paksimeresning yozishicha, Iznik noibi Rum xalqiga qaroqchidek munosabatda bo'lar, hatto hududdagi monastirlarda yashaydigan rohiblarga ham bidatchi deb vaj bilan zulm qilardi.
Usmonli idorasi ostiga kirgan Rum xalqi o'z dinini erkinroq yashayotganini va adolat bilan boshqarilayotganini aytib, hududdagi boshqa rumliklarni ham Usmonli idorasiga kirish uchun oshiqtirar edilar. Yarhisor va Inegol shaharlarini fath etgan Usmon G'oziy atrofdagi Rum shaharlari va qal'alarga qarshi fath harakatlarini davom ettirdi. 1301-yilda Yenishehir va Ko'priksaarni egallagan Usmon G'oziy u yerlarni mustahkam istehkomga aylantirdi va g'arbda Bursa tekisligiga, shimolda esa Iznik tekisligiga tutashgan Yenishehirni o'ziga yangi poytaxt qildi. Yenishehirga joylashgan Usmon G'oziy birinchi navbatda Iznikning fathini rejalashtirayotgan edi. Usmon G'oziy bu shaharni fathini eng muhim ishlardan biri deb bilardi va hech qanday ogohlantirishsiz tayyorgarlikni poyoniga yetkazib, Iznik shahri tomon yurdi. Iznik shahri atrofini qisqa muddatda nazorat ostiga olgan Usmon G'oziy Iznikning yaqinida bir kuzatuv minorasi barpo etdi. Shu tariqa Iznik shahri qamalga olindi. Iznik shahriga olib boradigan yo'llar kesilgani sababli shaharni oziq-ovqat bilan ta'minlay olmayotgan iznikliklar yashirincha Rum imperatoriga xabar yo'llab yordam so'radilar. Rim imperatorining asosiy maqsadi g'arbda boy berilgan tuproqlarni qaytarib olish bo'lgani uchun uning eng saralangan bo'linmalari Trakiya, Makedoniya va Gretsiyada vazifada edi. Shu sababli Anadoludagi tuproqlarga unchalik ahamiyat bera olmasdi. Usmon G'oziyning Iznik shahrini qamal qilganini, Belejik, Yorhisor va Inegol shaharlarini ham egallaganini eshitgan imperator 2-Andronikos yollanma askarlardan iborat 7000 kishilik qo'shin tayyorladi. Askarlar kemalarga ortilib, Iznik shahrini qutqarish uchun yo'lga chiqqan mahalda imperator bu sababning atrofidagi takfurlarga xabar yo'llab, Usmon G'oziyga qarshi qo'shin to'plashni va boy berilgan Rum shaharlarini qaytarib olishni buyurdi. Shundan so'ng takfurlar Usmon G'oziyga qarshi qo'shin tayyorlashga kirishdilar. O'sha paytda Istanbulda bo'lgan bir turk josusi imperatorning Iznikni qutqarish uchun qo'shin tayyorlaganini va bu qo'shin allaqachon kemalarda yo'lga chiqqanini Usmon G'oziyga bildirdi. Bundan tashqari Usmon G'oziy Bursa, Edrenos, Kite va Kestel takfurlari ham o'zlariga qarshi qo'shin hozirlayotganini bilib oldi. Shimoldan va g'arbiy tomondan kelayotgan bu ikki xavf Usmon G'oziyni og'ir ahvolda qoldirdi. Shundan so'ng tezkor qaror qabul qilgan Usmon G'oziy Iznik qamalini bekor qilishga majbur bo'ldi. Takfur qo'shinlarini kutib olish uchun Yenishehirga chekinib, tayyorgarlik ko'ra boshladi. Rum qo'shinlari to'planib Yenishehir tomon yurish boshladi. Usmon G'oziy va uning askarlari ham ushbu buyuk takfur qo'shini tomonga harakatlandilar. Ikki qo'shin tun qorong'usida yuzma-yuz keldi. Tong otishiga ozgina qolganda Usmon G'oziy old safdagi alplarga hujum amrini berdi. Rum qo'shini qo'mondoni Muzalon esa old saflarga joylashtirilgan nayzali piyodalar bilan mudofaa qildi. Old safdagi nayzali piyodalarning ortida suvoriylar joylashtirilgan edi. Shu tariqa Muzalon old safdagi nayzali askarlar bilan Usmon G'oziyning shiddatli hujumini to'xtatib, ortdagi suvoriylar bilan Usmon G'oziy askarlari atrofini o'rab olishni rejalashtirgan edi. Usmon G'oziy amridagi otliqlar tez va shiddatli tarzda Rum piyodalari bilan to'qnashdilar. Ushbu ilk to'qnashuvda Rum piyodalari Usmon G'oziy otliqlarini sezilarli darajada to'xtatib qolishga erishdilar. Shundan so'ng Muzalon chavandozlarga amr berib, Usmon G'oziy atrofini o'rab olishni buyurdi. Jang asnosida chavandozlarning o'ng va chap qanotlari yorilib kelayotganini ko'rgan Usmon G'oziy o'ng va chap qanotlarini yordamga chaqirdi. Usmon G'oziy va uning suvoriylari Rum chavandozlari tomonidan o'rab olingandek ko'rinardi. Biroq ortdan yetib kelgan alplar Rum chavandozlariga shiddat bilan hujum qildilar. Usmon G'oziy va chavandozlar ham nayzaboz piyodalardan yuz o'girib, ortdan kelgan alplar bilan birgalikda Rum chavandozlari ustiga hujumga o'tdilar. Ikki tomondan ham qisib qo'yilgan Rum chavandozlariga yordam kerak edi. Shundan so'ng Muzalon nayzali piyodalarga hujum amrini berdi. Biroq nayzali piyodalar ko'z o'ngida yuz berayotgan dahliz jang sababli vahimaga tushgan edilar. Usmonli alplari har biri arslonday bo'lib, Rum chavandozlarini yakson qilayotgan edi. Qalqonlar parchalanar, otlar birma-bir yerga qulardi. Muzalon piyodalarga hujum amrini takrorladi, lekin nayzali piyodalar Muzalonning buyrug'iga quloq solmadilar. Piyodalarning deyarli barchasi qalqonlarini uloqtirib qochishga tushdilar. Rum chavandozlar esa qamalib qolgan hududda ortiq bardosh bera olmay, taslim bo'lishni boshladilar. Jangda mag'lub bo'lganini ko'rgan Rum qo'mondoni Muzalon jang maydonini tark etdi. G'alaba mutlaq ravishda Usmon G'oziy va uning alplariniki bo'ldi. Juda ko'p asirlar va o'ljalar qo'lga kiritilgani kabi Usmon G'oziy va uning alplarining shon-shuhrati butun Anadolu va islom tuproqlariga tarqaldi.
Usmon G'oziyning Rumlarga qarshi shiddatli g'azot harakatini boshlatganini eshitgan barcha g'oziylar to'p-to'p bo'lib Usmon G'oziy safiga qo'shila boshladilar. Qisqa fursatda Usmon G'oziy amridagi askarlar soni Rum qo'shini askarlarining sonidan ham oshib ketdi. Usmonli tuproqlariga kelganlar orasida nafaqat g'oziylar, balki hunarmandlar, ulamolar va sufiylar ham bor edi. Qisqa vaqt ichida Usmonli davlati harbiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan ham juda katta boylikka ega bo'ldi. Rimning esa Usmon G'oziyga qarshi chiqishga madori ham qolmagan edi. Sharqiy Rim imperiyasining Anadoludagi eng muhim shaharlari shubhasiz Bursa, Izmit va Iznik shaharlari edi. Bu shaharlarning devorlari qalin va ishg'ol qilish juda qiyin edi. Bu shaharlarni osonlik bilan fath qilinmasligini bilgan Usmon G'oziy shahar atrofidagi qishloq va tumanlarni fath qilishga qaror qildi. Birinchi bo'lib Bursa atrofiga safarga chiqildi. Qisqa vaqt ichida Kite, Kestel va Ulubat qal'alari fath etildi. Bursa shahrining atrofiga esa ikkita qal'a qurilib, qamalga olindi. Usmonli tuproqlarida Usmon beyning buyrug'ini kutayotgan o'nlarcha bahodir sarkardalar bor edi. Ular Usmon G'oziydan doimiy qayerni fath etishlarini so'rashar edilar. Bursaning atrofi butunlay egallangani uchun boshqa tomonda Iznik va Iznit shaharlari qolgan edi. Faqat bu tuproqlarni yaxshi bilgan bir odamga ehtiyoj bor edi. Usmon G'oziy do'sti Xarmankaya takfuri Mixail Kosesga maktub yuborib, Sarkayaga uyushtiriladigan yurishlarda yordam berishini so'radi. Bu xabarni olgan Koses askarlari bilan Usmon beyning oldiga bordi. Koses bu yerda musulmon bo'lish istagini va Usmon beyning yonida jang qilishini istashini bildirdi. Buni eshitgan Usmon beyning ko'zlari yoshga to'ldi. Shunday qilib, Xarmankaya takfuri Mixail Koses ismini Abdulloh Kose Mixalga o'zgartirib musulmon bo'ldi. Usmoniylarda juda ko'p eshitganimiz Mixail o'g'illari akinchilar ham aynan shu insonning naslidan kelgandir. Usmonbey safar uchun hozirliklarni tugatganidan keyin o'g'li O'rxanga davlatning janubidagi Karajaxsar qalasida davlatni chegaralarini qo'riqlashni buyurdi va o'zi safarga chiqib Lubluji qalasini fath qildi. Bundan keyin Levka qalasi takfuri ham Usmonbeyga o'zi taslim bo'ldi. Ertugrul G'oziyning alplaridan biri Samsa Chavush Usmonbeyga shunday dedi: "Ulug' xonim, bu fath etilgan tuproqlarni menga topshiringki, bo'yin ekkanlar huzurda yashasinlar, dushmanlik qilganlar esa bu yerlardan surgun qilinsin." Usmonbey esa javoban: "Bu aholini o'z tuproqlarimizdan chiqarsak bizga boshqa tuproqlar dohi idoramizdagi Rum xalqlarining ham itoati sustlashadi" deb uning istagini rad etdi. Ammo bu bahodir alpning ko'nglini olish uchun unga poytaxt Yenishehir janubidagi Chavushko'y tumani berildi. Bundan so'ng Usmonbey Makeje qalasini oldiga qo'shini bilan yetib keldi. Bu yer takfuri ham Usmonbeyga taslim bo'ldi va o'z qalasida hukmdorligini Osmonbeyga tobe bo'lib davom ettirdi va Usmonbeyga askarlarini topshirdi. Bundan keyin esa Karaxsar qalasi oldiga kelindi. Aksar takfuri Usmon G'oziyga qarshi qo'shini bilan chiqdi. Qisqa jangdan keyin Usmonbey shaharni fath qildi. Buning ortidan Geve shahri ham qamal qilinib fath etildi. Bundan keyin takfur pinariga borib u yerni ham fath etishdi. Bu tuproqlarni egallagan Usmonbey bu yer aholisiga zulm qilmasdan ularga jon va mol omonligini berib Karajaxsarga qaytdi. Bu vaqtga kelib Javdarli ismi bilan tanilgan Javdar tatarlari Germiyan beyligidan Usmonli tuproqlariga Damanichga kirib u yerni talon-taroj qila boshladi. Bu bosqinlardan xabar topgan O'rxon yoniga 200 alpini olib Javdarli tatarni iziga tushdi. O'rxon qaroqchilarni Boynashqsar yonida qo'lga oldi va ularni qilichdan o'tkaza boshladi. Omon qolganlar esa olgan o'ljalarini tashlab qocha boshladilar. Bu qaroqchilardan olgan 100 asiri bilan O'rxon Karajaxsarga qaytdi. Xalq esa uni olqishlar bilan kutib oldi. Usmonbey esa shonli zafarlar bilan shaharga kelganda o'g'lining jasoratini eshitib undan juda xursand bo'ldi va uning amriga butun qo'shinni berdi. Usmonbey o'g'li O'rxanga yo'ldoshlik etish uchun Abdurahmon G'oziy, Aqchako'ja, Ko'nural va Kose Mixal kabi qo'mondonlarni vazifalantirib, o'g'lining mahoratini sinash maqsadida unga Sarkayadagi kuchli qal'alardan Karajishni fath etish buyrug'ini berdi. O'rxon Karajishga kelib qo'shinini 3 ga bo'ldi. Birinchi bo'lim qal'aning ortida pistirmada edi. Ikkinchi bo'lim esa qal'aning oldida pistirmada, uchinchi bo'lim esa qal'aning oldida saf tortib turardi. Bir necha kun kutishlardan so'ng O'rxonning quvvatlarini oz deb o'ylagan qal'a takfuri hujumga o'tdi. Qisqa jangdan keyin O'rxon chekina boshladi.
Takfur esa g'alaba qozonayotganiga ishonib, turklarni quvishni boshladi. Shahardagi barcha askarlar o'ljadan nasibini olish uchun qal'a tashqarisiga yugura boshladilar. Shahar bo'shagandan keyin shahar ortidagi birlik tezlik bilan shahar ichiga kirdi. Chekinayotgan O'rxon esa pistirma yeriga yetib kelganida yashiringan askarlariga ishora berdi. Pistirmadagi Usmonli askarlari tezlik bilan Rum qo'shiniga hujumga o'tdilar. Mag'lub bo'la boshlagan Rumlar shahar ichiga chekina boshladi. Ammo qaytib kelganlarida shahar ichida turklar bor edi. Darvozalar ochilmas va qal'a burchlaridan ustilariga o'q yog'ilayotgan edi. Shunday qilib O'rxon dohiyona bir shaharda Karajish qal'asini fath etgan edi. Karajish qal'asi Qonur Alpga berildi va O'rxon Oqyozi qal'asiga harakat qilib Aqchagujani shimolga yuborgan edi. Oqyozi qamali cho'zilib ketgani uchun O'rxon bu yerni Qonur Alpga topshirib o'zi Karateginga harakat qilayotgan edi. Karategin Takfurga ham taslim bo'lish taklifi berilgan bo'lsa ham, u askarlarga ishonib urushishni tanlagan edi. Qisqa vaqt ichida qamalga olingan butun shaharlar fath etildi. Usmonbey xastalik sababli anchagina quvvatdan qolgan edi. Ortiq bu shonli qo'mondonning safarlarga holi yo'q edi. Lekin uning o'g'li O'rxon otasidan ham kuchliroq qo'mondon bo'lib yetishgan edi. Usmonbey o'g'li O'rxonni Bursa fathi uchun yuborgan edi. Nihoyat 6-aprel 1326-yilda Bursa fath etildi. O'rxon bu fathdan juda quvongan bo'lsa-da, og'ir xastalikka chalingan otasi sababli tushkun edi. O'rxon otasining oldiga kelganda uni yuzlariga boqib, ortiq otasining o'limi yaqin ekanini sezdi. Oradan biroz vaqt o'tib, Usmon G'oziy vafot etdi. Shunday qilib Anadoluda qurilgan kichik Usmonli beyligi O'rxonga meros qoldi. Bu tuproqlar bilan O'rxonni hali katta fathlar kutayotgan edi. Videoni shu qismigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar bu video 1000 ta like to'plasa, O'rxon G'oziy haqida ham xuddi shunday video tayyorlaymiz. Video haqida fikrlaringizni va sizni qiziqtirgan mavzularni izohlarda yozib ketishni va shunday videolar uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizni ijodimiz bardavom bo'lishi va shu kabi videolarning ko'proq chiqishini xohlasangiz, izohlardagi manzillarga istagan summangizni donat qilishingiz mumkin. Siz bilan Javohir Karimoğlu bo'ldi.